Dilshodbek Studio taqdim qiladi. Azizlar, bugun davramizda o'zbek san'atini darg'alari, o'zbek shou biznesini yirik vakillari ishtirok etishyapti. O'zbek shou biznesida o'zini alohida hurmatiga, e'tiboriga sazovor bo'lgan Sardor aka Hasanov o'tiribdilar. Sardor akamga ham bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Istiqbol studiyasi asoschisi, O'zbekistonda mana shu tijorat kanallarini dastlab boshlab bergan, mustaqil kanallarni boshlab bergan inson mana shu inson bo'ladi. Istiqbol studiyasi tomonidan Rashidjon Matniyozovga 6 oy davomida tekinga kliplarni, qo'shiqlarni, konsertlarni aylantirishga sertifikat sovg'a qilinadi. Muborak bo'lsin Rashidjon. Muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin. Bravo, bravo, ofarin. Soybaga? Faqat shunaqami yo quruqdan ham bormi? Endi nima deydi? Qolgani mana muxlislarning mehri, qolgani muxlislarning muhabbati. 6 oy davomida Istiqbol studiyasida sizni xohlang konsertingiz, xohlang klipingiz, xohlang ko'rsatuvingiz tekinga namoyish etiladi. Istiqbol studiyasi. Sardor akaga rahmat. Sardorbek akamiz Hojiboy rahmat. Sog' bo'ling. Hojiboy ko'p yigitlarni, ko'p san'atkorlarni qo'llab, quvvatlab, mana shuningdek hamisha sahnalarda ham, hamma joyda televideniya orqali ham taniltirib, hozirgacha xizmat qilib kelyapti san'atkorlar uchun. Men ham alohida sizga rahmat aytaman. Tashakkurlar, rahmat. Sog' bo'ling. Soyib aka, sizga ham kattakon rahmat. Ovora qilganimiz uchun ming bor uzr so'rayman sizdan. Bugun Soyib aka ham haqiqatan ham sahnaga chiqishlarini bilmaganlar, lekin Rashidbek bir niyat qilgan ekan, shu Soyib Niyozovga o'xshagan O'zbekiston xalq hofizi bo'lay. Mana shu ustoz san'atkorni nafasini bersin deb niyat qilgan ekan. Yana bir marta Soyib akamizga qarsak chalib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Azizlar, konsertimizning ko'z tegmasin. Juda go'zal ketyapti, chiroyli ketyapti. Davom etamiz. Unvonlar muborak, sovg'alar muborak. Mana endi bu meniki emas, bu muxlislarimniki. Ana endi qo'rqmasdan bemalol e'lon qilsam bo'ladi. Milliy iftixor ko'krak nishoni sovrindori Rashidbek Matniyozov. Rahmat, rahmat.